inson zotini boshiga tushishi kerak bo'lgan qancha qiyinchilik bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom buni boshlaridan o'tkazdilar. 5-6 yoshlarida insoniyat uchun eng og'ir musibatlardan bittasi onadan judo bo'lish musibatini boshdan o'tkazdilar. Biz dunyoda hamma imtihonlarni boshimizdan o'tkazamiz. Ba'zan obro'yimizdan ayrilamiz, ba'zan dunyoyimizdan ayrilamiz, ba'zan sog'ligimizdan ayrilamiz. Bu imtihonlar ichida eng og'iri onadan ayrilish musibat. Lekin onadan ayrilish imtihonining eng yuqori cho'qqisi onangizni jon berayotganiga qarab turishingiz. Rasululloh shu musibatni go'daklik chog'ida o'tkazdilar. Onalarini jon berayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rib turdilar va ilk marta, birinchi marta go'daklik chog'ida ko'zidan yosh oqdi. Dunyodagi eng go'zal ko'zdan yosh oqdi. Onangiz jon berayotganini ko'rsangiz, u qo'lingizdan hech narsa kelmasa, shu payt boringizni berishga tayyorsiz, lekin afsus qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu imtihonni Rasululloh go'dakligida o'tkazdilar.